tarbiya qanaqa bo'ladi? Masalan, o'sha keksa otalarni mensimaslik, go'yoki ular taqvodor, hozirgi yoshlar ko'pchiligi jahb bo'lib ketaman-da. Keksalarni behurmat qilib, o'zligicha bu amakilar namoz o'qishni bilmaydi, tajvidi yo'q, qiroati yo'q. Ularning ixlosi bor. Ixlosi bor ularning. Ularning ixlosi bor. Hali bu otalardek bo'ladimi, bo'lmaydimi, Xudo biladi. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning navaralari Imom Hasan 9 yashar paytlarida ko'chadan ketib bir keksa odam namoz o'qib turibdi. Bizib o'qiyapti namozni, xato o'qiyapti. Bizib xato o'qiyapti. Amakini namoz o'qib bo'lishini poyladilar Imom Hasan. 9 yashar bola. Namozni amaki tugatdini, joy namozini yig'ishtirib, xotirjam o'tiribdi endi, ibodatimni qilib bo'ldim deb. Endi borib amaki namozni ham shunaqa o'qiysizmi desa, odobsizlik bo'ladi. Hozirgi bolalar bo'lsa, ustidan bosib o'tib ketadi. Kamaz bo'lib ustidan bosib o'tib ketadi qariyani. Bordilar-da, amaki dedilar, men Alining o'g'liman dedilar. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni navaralariman. Men bir namoz o'qishni o'rgandim, qarab turasizmi dedilar. Ha, o'qi dedi cholam. Shunda namozni xuddi bobolari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rgatgandek, otalari Hazrati Ali o'rgatgandek namozni shunaqa chiroyli o'qib berdilar. Namoz tugadi. Otaxon nima dedi? Bolam xatoyimni tushundim, rahmat dedi. Ana tarbiya. Musulmonchilik madaniyati. Ana madaniyat qanaqa bo'ladi?